ikkita divan va bitta stolimiz. Razmerini tanishtirib o'tamiz. 220. Bunisi ham xuddi shunaqa 220, 6 o'rindiqli, 3 ta bu yoqdan, 3 ta bu yoqdan hamda stol. Stol uzunligi 2 metr. Bu taxtadan emas, mramordan qildirishgan ekan. Buni komplekti 2,5 million so'm. Undan tashqari lyustralarimiz 100 ming so'mdan va hamda mana bu veshelkalarimiz 150 ming so'mdan va mana bu gultuvegimizning o'zi gullarni bermaymiz. Mashinasini o'zi 500 ming so'mdan. 1.30 ga stolimiz, divanimiz 1.60. Bundan ikkita divan, bitta kreslo, ya'ni bitta stol. Buni narxi 1 million 800 ming so'm. Va hamda mana bularimiz ham sotiladi. Agar telefon qilsanglar narxlarini ham aytamiz. Undan tashqari mana bunaqa lyustrani 4,5 milliondan yasatishgan, buni 100 dollardan beramiz. Ikkita divan va hamda bitta stolimiz. Razmeri 1.80 ga, bunisi 1.60, lekin stolda zo'r. Divani unaqa zo'r bo'lmasa ham, lekin stolda zo'r. Narxi 1 million 800 ming so'm. Bitta stol va hamda 4 ta divanimiz bor. Buni narxi 2 million so'm. Bundan 3 ta komplektimiz bor va hamda mana bunaqa gullarimizni ham sotamiz. Bitta stol va hamda 3 ta kreslosi bor. Buni narxi 1 million so'm, lekin mana ko'rib turganlaringdek temirdan yasashgan. Bundan bir 5-6 ta komplektimiz bor. 1.60 ga 1.30, ya'ni bu ham xuddi shunaqa bitta stol, ikkita divan. Narxi 1,5 million so'm. Bundan ikkita komplektimiz bor.